Bolalar, barchangizga assalomu alaykum. Bugungi video roligimizga xush kelibsizlar. Hammangizni ko'rib turganimizdan juda ham xursandmiz. Bolalar, bugungi video roligimizda sizlarga Binarium platformasi orqali to'liq pul solib, pul chiqarishni o'rgatib o'tishga harakat qilamiz. O'tgan video roligimizdan so'ng juda ham ko'p obunachilarimiz har xil savollar bilan murojaat qilishibdi. Ya'ni, Otabek aka, men ro'yxatdan o'tishni ko'rib oldim. Bitimlarimni demo shotda ochyapman, ammo men realniy shotga o'tmoqchiman. Qanday qilib men shotimni to'ldirishligim mumkin? Uzkarta, Humo kart orqali to'ldirsam bo'ladimi yoki faqat Visa va kripto orqalimi? Shunga o'xshash savollarni bolalar har kuni uchratyapmiz. Aynan bugungi video roligimizni diqqat va e'tibor bilan oxirigacha kuzatadigan bo'lsangiz, Binariumda birinchi bor shotingizni to'ldirishingiz mumkin bo'ladi va shot to'ldirish, pul chiqarish haqida to'liq ma'lumotlarga ega bo'lishingiz mumkin bo'ladi. Albatta, davom ettirishdan avval kanalimizga obuna bo'lib, bu video roligimizga like bosishni ham unutmanglar. Biz bo'lmasam boshladik. Bolalar, barchangizga assalomu alaykum. Bugungi video roligimizga xush kelibsizlar. Hammangizni ko'rib turganimizdan juda ham xursandmiz. Bugungi video roligimizda sizlarga Binarium platformasiga pul solib, pul yechishni to'liq tarzda ko'rsatdi va o'rgatib o'tishga harakat qilamiz. Video roligimiz juda ham foydali va qiziqarli bo'lib o'tadi. Ammo qo'shimcha savollaringiz tug'iladigan bo'lsa, aytib o'tganimizdek, bizga kommentimiz orqali murojaat qilishligingiz mumkin bo'ladi. Yana bir bora aytib o'taman bolalar. Kommentdagi barcha savollarga, 99% savollarga to'liq tarzda javob berib o'tishga harakat qilamiz. Savolingiz bo'ladigan bo'lsa, qoldirib qo'yishligingiz mumkin bo'ladi. Xo'p, o'tgan video roliklarimizda sizlarga Binarium platformasini obzorini qilib bergandik, ro'yxatdan o'tishni ko'rsatib o'tgandik va oddiy qilib aytganda platformasi orqali ro'yxatdan o'tib olganingizdan so'ng ishlatishni o'rgatib o'tgandik. Ammo juda ham ko'p obunachilarimiz bizga savollarini qoldirishibdi. Otabek aka, men ham savdo qilmoqchiman. Men tushundim, bitimni ochishi, yopishi menga hammasi tushunarli, ammo qanday qilib men pul kiritib, pullarimni yechib olishim mumkin bo'ladi foyda olganimdan keyin? Shunga o'xshash savollarni почти har kuni uchratyapmiz. Bolalar, aynan bugungi video roligimizda aytib o'tganimizdek, sizlarga to'liq tarzda pul solib, pul chiqarishni o'rgatib, ko'rsatib va tushuntirib o'tishga harakat qilamiz. Xo'p, noldan boshlaymiz. Ro'yxatdan, verifikatsiyadan o'tib olganingizdan so'ng xuddi shunaqa ko'rinishga ega bo'lishligingiz mumkin bo'ladi. Va shotingizni to'ldirmoqchi bo'ladigan bo'lsanglar, bolalar, mana bu yerda mana пополнить tugmachasi turibdi. Aynan o'sha tugmachasiga bosishingiz kerak bo'ladi yoki-da kassa bo'limiga o'tasizlar. Kassa bo'limi orqali sizlar ham pulinglarni chiqarishingiz mumkin, ham shotinglarni to'ldirishingiz mumkin bo'ladi. Xo'p, пополнить tugmachasiga bosamiz, xuddi shunaqa bo'limni ko'rishingiz mumkin bo'ladi o'sha tugmachaga bosganingizdan so'ng. Xo'p, keling endi noldan tushuntiradigan bo'lsak, shotinglarni to'ldirayotgan paytinglar bolalar, sizlar ham Visa ham Mastercard orqali shotinglarni to'ldirishingiz mumkin bo'ladi. Otabek aka, men O'zbekistonda ochtirgan Visa kartam yoki-da boshqa davlatda ochtirgan Visa kartam orqali shotimni bemalol to'ldirishim mumkinmi deydigan bo'lsangiz, albatta. Bu davlat orqali Visa yoki-da Mastercard ochtiradigan bo'lsangiz, o'sha platejniy metodlar orqali shotinglarni to'ldirishingiz mumkin bo'ladi. Qozog'istonda yashaydigan bo'lsangiz, eng qulaylardan biri albatta Kaspi Bank hisoblanadi. Eng qizig'i bolalar, UCL orqali ham shotinglarni to'ldirishingiz mumkin va WebMoney orqali ham bemalol shotinglarni to'ldirgan holda savdo qilishligingiz mumkin bo'ladi. Otabek aka, men kripto aktivlar bilan savdo qilaman. Ko'pincha Binance yoki boshqa platformalarda ishlayman. Menda kripto bor. Kriptovalyuta orqali ham shotimni to'ldirishim mumkinmi deydigan bo'lsanglar, albatta, sizlarda USDT bo'ladigan bo'lsa, Tether tanlaysizlar. Bitcoin bo'ladigan bo'lsa, bu Bitcoin kошелек tanlaysizlar. Litecoin bo'ladigan bo'lsa, mana bu tugmachaga bosishingiz kerak bo'ladi. Telegram kошелегingizda ham pul bo'ladigan bo'lsa, ya'ni ton aktivlari bo'ladigan bo'lsa, bemalol ton orqali ham shotingizni to'ldirishingiz mumkin. Ethereum, Hamster Combat orqali ham bemalol shotingizni to'ldirishingiz mumkin bo'ladi. Bu narsa qay tarzda amalga oshiriladi deydigan bo'lsanglar, keling biz Tether tugmachasiga bosamiz. O'sha tugmachaga bosganimizdan so'ng xuddi shunaqa ko'rinishga ega bo'lamiz. Dollarda minimalniy depozit $10 hisoblanadi. Ammo tavsiyam shotinglarni to'ldirayotgan paytinglar minimum хотя бы bolalar 300 yoki-da $500 ga shotinglarni to'ldiringlar, bemalol savdo qilishinglar uchun. Maksimalniy depozit qancha deydigan bo'lsanglar, maksimalniy depozit bolalar $100,000 hisoblanadi. Demak, men shotimga $1 million sola olmayman ekanmi deydigan bo'lsanglar, yo sola olasizlar, maydalab, ya'ni 10 ta tranzaksiyaga o'sha shotinglarni to'ldirishingiz mumkin bo'ladi. Natijada balansingizga $1 million pulinglar tushadi. Xo'p, biz o'zimizga ma'qul bo'lgan summani kiritamiz.
ya'ni 300 dollar. O'sha summani kiritganimizdan so'ng bu yerda bizda mana shtrix kod mavjud yoki mana bu adres mavjud. O'sha adresga kopirovat qilingan holda TRS20 orqali shotimizni to'ldirishimiz mumkin. O'sha adresga 300 dollarni jo'natgan holda. O'sha adresga 300 dollar jo'natganimizdan so'ng, oddiy qilib aytganda, Binarium platformasi bizning pullarimizni qabul qilgan holda shotimizda o'sha pullarimizni to'liq tarzda ko'rsatib beradi. Tushuntira oldimmi bolalar? Demak, dollarda minimalniy depozit 10 dollar, rublda 3000 rubl, so'mda 500 ming so'm hisoblanadi. Bolalar Rossiyada bo'ladigan bo'lsanglar, bemalol sizlar Sberbank, Mir kartalari orqali ham shotinglarni to'ldirishingiz mumkin bo'ladi. Har doim beriladigan savollarga javob olmoqchi bo'ladigan bo'lsanglar, mana bu tugmachaga bosib, o'sha barcha savollarga to'liq tarzda javob olishingiz mumkin bo'ladi. Otabek aka, men shotimni to'ldirdim. Oddiy qilib aytganda. Ammo ba'zi bir bitimlarni ochgan holda men foydaga chiqdim. O'sha foydaga chiqqanimdan so'ng pullarimni qanday qilib yechib olaman deydigan bo'lsanglar, mana bu yerda mana bu profil tugmachasiga bosasizlar va vывод средствni tanlaysizlar bolalar. Va oddiy qilib aytganda, o'zingizga ma'qul kelgan usulni tanlab, o'sha pulinglarni yechib olishingiz mumkin bo'ladi. Pulinglarni bolalar Beeline kartalarga ham chiqarib olishingiz mumkin bo'ladi. Mana Visa, Mastercard, Tether, Binance'da bo'ladigan bo'lsa, bu yerdagi pulinglarni savdo qilib ko'paytirganingizdan keyin Binance'ga ham bemalol vывод qilib olishingiz mumkin bo'ladi. O'sha Binance'da bemalol o'z karta, Humo kartalarga chiqara olasizlar. Xudo xolasa, shot to'ldirayotgan paytimizda hali bu platformaga Humo, uz kartalar ham qo'shiladi. Keyinchalik o'sha pullarni sirazi Humo yoki uz kartalarga chiqazib olishingiz mumkin bo'ladi. Oddiy qilib aytganda, qiyin joyi yo'q. Biz o'sha shotimizni to'ldirganmiz va xudo xolasa o'sha savdolarni boshlaymiz. Mana bu 500 dollarimizni 5000 dollar qilib, 1000 dollar esa obunachilarimiz orasida tarqatishga harakat qilamiz. Bugungi video roligimiz sizlarga qiziqarli va tushunarli bo'ldi degan umiddaman bolalar. Barcha silkalar va Binarium silkasi ham video roligimizning описаниесida qoldiriladi va video roligimizning описаниесida promokodimizni ham qoldiramiz. Aytib o'tganimizdek, shotinglarni 1 million so'mga to'ldiradigan bo'lsanglar va bizning promokodimizni kiritadigan bo'lsanglar, shotinglarga 1 million so'm emas, 2 million so'm tushadi. Shotinglarni 10 million so'mga to'ldiradigan bo'lib, bizning promokodimizni kiritadigan bo'lsanglar, shotinglarga 10 million emas bolalar, 20 million depozit tushadi. Tushuntira oldimmi? Barchangizga xayr bolalar, sog' bo'linglar, charchamanglar. Albatta bu video roligimizni ostida maksimal darajada like qoldirishni ham unutmanglar. Keyingi video roliklarimizda ko'rishguncha sog' bo'linglar.